Hey, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Muzola xo'sh do'stlar. Bu videomda sizlar bilan birgalikda car parkingda epaqadan qochamiz. Buni hech kim qilmagan desam aldayam bo'laman. Hamma qilib tashagan. Siqas chiqib ketgan. Xo'p, bitta previewchaga rasm olamiz. Grafika voy. Shpaq. Shpaq. Olindimi? Mana. Ha, endi olindi. Qaranglar, buni qilamiz-da do'stlar. Buni bosib ketdik do'stlar, tuta olishlar kerak. Xo'p. Mana qilamiz azgincha, keyin mana bu yerga kirib olib, ketdik mamdan. Shunday kelamiz-da do'stlar, yo'lchan bosib qo'y. Ay, oladi yuribdilar aylanib. Qaranglar, hozir nima qilamiz? Obunachilar ham shu payt hammaylar. Bentley bir qarasam sal-pal tezroq ekan, shuning uchun bunday kelamiz. Qaranglar, bunday kelib, shunday qilib tezroq yurib. Qanilar ular? Ant yuribdilar. Voy. Yomon holat qotdi obunachilar mayli. Shunday kelib, shuni qo'lamiz-da do'stlar, shuni tez tushirib olib. Azgincha ancha qiziq. Ancha qiziq, shuning uchun qildik, qaranglar. Shunday kelamiz. Anta keladi deb o'ylayaptilar, bilmayman. Shunday qilib qaranglar, shunday kelib. Maqsad bunaqa yurish emas. Hozir yana yangicha narsa qilamiz. Prosta fishka topib olim, o'zida keladi deb aytdilar-da, menimcha. Shunga qo'ylamayaptilar, ana. Ko'rib turganinglardek, bizdan hech kim qo'ylamayapti ham. Qaranglar, vaqtimiz kam do'stlar. Buni qilib omadimiz kelgan bo'lsa agar tez olamiz-da. Ay, qochib ketamiz. Umuman ketib kela olmaylar keyin. Shunday kelib, buni bosib qo'yib ketdik. Do'stlar, ko'rsanglar, shunaqa o'ynab ko'rsanglar o'rtoqlar bilan adrenalin. Buni kelib, bu yo'q sal tupik. Bilmadim, ko'ramiz. Ha. Qilib ancha tayyorgarlik ko'rib qo'yganman. Men har doim obunachilar bilan o'ynaydigan bo'lsak, repetitsiya qilaman. Qanalar? Chiqib ketdilarmi deyman? Yo'q, mayli, qidirib yurgandirlar. Biz ham mana shunaqa bitta joy aylanib yuramiz, keyin kelishlarini bilganimizdan keyin suramiz do'stlar. Oppa. Ko'chani ham havosi ancha toza bo'lyapti, mazza. Xo'sh, qanaqa qilib chiqib ketsam bo'ladi? Bu tupik. Ko'rib turganinglarda yepag'ina nimaga endi qo'ylayapti bu desanglar. Endi 100 tonirovka ekan, shunga ushlab oldilar. Keyin men pravam yo'ligidan qochib ketdim. Men qurilisham variant, voy. Muzolovni o'z chatda yela cho'ta aktiv bo'lib berishyapti olayotgan payt. Voy. Qoch tez. Men Bentley olganim sababi ham shu. Qaranglar, hozir bitta chalg'itish qilamiz. Nima kelamiz-da? Nima qilib, bu chalg'itish emas. Ey, yura qolsang-chi, parod qilmayin. Xo'sh. Недовольный emaslar. Yutsa tutsalar 500 ga deganman. Biz har doim o'yin pulida hali real pulga yetib kelganimiz yo'q. Voy, aqlli. Tutsalar hozir mashina shtrafni qo'yarlar. Xo'p, qaranglar, endi mamga tushib olsak, voy. Tushib olsak zo'r bo'ladi. Yo, botdan tushmaymiz-da. Mamdan o't ola olamizmi yo tuta olalarmi? Yo, bu o't olmaydimki. Yur, yo'q. Foydasi yo'q, qaranglar. Shunday kelib mamdan. Bu yerga boya o'tirdim, hozir o'tolmayman. Ular qayerda yuribdilar ekan? Mayli. Mapga chiqib ketsa ham bo'ladi-yu, men qaranglar, mapda. Bitta narsa hech qila olmaganman, lekin qilishim kerak. Hozir qila olsam. Shunday kelib, nima qilib mashitda yuramiz, bu yerga chiqib ketmay. Nimagadir janaqa. Keyin ismlari Abror Xon ekan. Men chiqa olaman, yo chiqa olmayman, yo tez kelamanmi? Nimagadir ko'zdan yo'qotib qo'ydilar bizani.
Unga kelamiz-da. Biza xo'dan qochamiz ham bilmayman. Ular xon tutyaptilarmi? Qani ekanlar? Cho'ta yo'li. Asablarni bizib yuramiz. Bitta joyda yuramiz-da, keyin boyidagi. Oppa. Hop, mashina orqasiga yetqoldi. Ko'ti ketyapti deydi ko'pchilik. Shu chatda yozib ham chalg'itishyapti-da bor-ku. Har doim yangi obunachilar qo'shiladi, o'shaning uchun ham ko'p odam yozadi, mayli, hech qisi yo'q uni. Bentley tezagan yaxshi W201 mi olib kirmay, buni olib ko'raman. Bu mashina oldingi W201 bilan ben qiyin egasi. Qaranglar do'stlar, hech qaysi buni nastroykim zo'r qilib bera olmaydi mashinani. Qaranglar. Kiyotdilar ham kelmayaptilar. Okey deb yozibdilar, labbay. Недовольнlik ketmaydi, tutish kerak. Motorim taqillasa, nima? 3 marta tegdim. Yo'q. Xudoning o'zi kechirsa endi ovoz yozilayotgan bo'lsam. Qo'ylaydi-da, Abrorxon endi. 3 marta tegdim, qo'lim yonlardan o'tib ketdi. Ko'rdinglar-ku do'stlar, necha marta tegish kerak. Asab buzar bilan. Teysalar menga bunaqa yurmasdim. Shunday yonlardan istilab o'tib ketdim, bo'ldi, unaqasi ketmaydi. Teging mana. Teging keling. Benzin tugab qolsa, mingam sotib olaman, xo'p. Boyga taktika. Voy taktikangi. Necha marta tegish kerak deb endi bir marta normalni tegib qo'ysinlar bo'ldi. 500 ga o'zinglar oldinglarda beraman do'stlar. Men o'tgan safar ham poyani mallab ketganim yo'q edi. U poyada odam yetdi, mana shunaqa zo'r ideya bor, keling dedim, yo'q dedilar. Yo'q demadilar, o'qib javob yozmadi, hamma mayli dedim. Qaranglar endi u atmosga qilmasliklari uchun 10 metr narni o'tib beraman. Ana, tegdi mana do'stlar, ko'rib turganingizdek. Shuni qilsa ham kira olaman, xo'p. Nima kelamapti? Nima qilib shpoq qilib o'tib ketsa ham bo'ladi. Ay. Hozir ancha uzoqroq bitta taktika, eng zo'r taktikam shu. Voy, urib olma. O'xshamayapti. Ancha yurishim kerak edi. Ana. Xo'sh. Tegina qanisiz? Bunaqa fikrlaydigan insonlarga o'zimiz tegdirib beramiz u. Shpoq qilib ketdik, mamdan yuramiz. Video уже qanchadirdan keyin to'xtatiladi bilmadim. Qiziq ketdi do'stlar. Ozgincha kelishmovchilik, men har bitta videom kelishmovchilik bilan bo'lgan. Quvlashmachoqda ham shunaqa bo'lgan. Tohirov bilan olganimizda unda asabim buzilgandi to'g'risi, chunki quvlaverish ham odam ezvoradi. Tutishdan ko'ra mamdan qochib ketsa bo'ladi, voy. Voy. Qanisi, voy. Necha marta deyish kerak? Oppa, bu yo'lda birinchi marta yurishim. Shu kelsa-ki, mamda kelib, nima yursak, nima qilib, hop. Xo'sh. Appo. Video tugadi, hammaga rahmat, hammaga har ko'rganingiz uchun charchamang.